Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rib turganingizdek, navbatdagi video darsga ham yetib keldik. Video ma'lumot desak ham bo'ladi buni. Xullas, bugungi videoyimni mavzusi nima? Bu tarix fanini o'rganishdagi tarixiy bosqichlar haqida bo'ladi. Tarix bosqichlari. Ya'ni, tarix bosqichlari o'z ko'zingiz bilan ko'rib turganingizdek, asosan mana shu 4 bosqich bilan xarakterlanadi, tavsiflanadi. Ya'ni ajralishi mana shu asosiy 4 bosqich: qadimgi dunyo, o'rta asrlar, yangi davr va eng yangi tarix davri. Xo'p, qadimgi dunyo bu miloddan avvalgi 1 million-yildan milodiy 476-yilgacha, ya'ni o'sha barchamizga ma'lum va mashhur Rim imperiyasini tugashi bilan belgilangan yil hisoblanadi. Va o'rta asrlar davri bu milodiy 4, ba'zi manbalarda 5-asrlardan 15-asrgacha bo'lgan muddat oralig'i. Demak, mana shu 10 yoki 11 atrofidagi asr mobaynidagi vaqt, mana shu oraliq o'rta asrlar deb xarakterlanadi. O'rta asrlar o'z navbatida albatta ilk rivojlangan va so'nggi o'rta asrlarga bo'linadi. Yangi davr va eng yangi tarix davri ham o'z navbatida 2 va hattoki 3 davrlarga bo'lingan. Yangi davr bu 2 davrga bo'lingan hisoblanadi. Demak, mana shu 15-asr oxiridan umuman hisoblanganda yangi davr tarixini 1918-yilgacha bo'lgan. Eng yangi tarix esa bu avval 2, keyinchalik mana 3-bosqich ham kelib chiqqan. Bu aynan o'sha 1991-yildan 2017-yilgacha bo'lgan muallaq o'sha vaqt oralig'i nazarda tutiladi. Va albatta bundan tashqari yana ko'plab bosqichlar bor. Nomlanadiki, bu arxaik davr, antik davr tarixi, mana shu kabi bir qator nomlar ham barchamizga ma'lum va mashhur. Arxaik davri bu asosan o'sha ma'lumki barchamizga paleozoy, mezozoy, kaynozoy kabi bir qator bir judayam bir uzoq moziydagi eralar, davrlarga borib taqaladi. Aynan o'sha barchamizga ma'lum va mashhur. Hattoki o'sha dinozavrlar masalasi yoki ularni o'sha dunyoda bo'lganmi, yo'qmi, ba'zi arxeologik qandaydir qazishmalar mobaynida o'sha eng qadimgi eralardagi, davrlardagi flora, fauna dunyolari o'ziga xos holatda o'rganilgan. O'sha davrdagi endi sekin-sekin demak, o'sha odam sifat maymunlarni deymizmi yoki maymun sifat odamlarni deymizmi, ularni sekin-sekinligi bilan shakllanib borishi o'sha biz insonlarni ilm-fan, tarix ilmi nuqtai nazaridan qarasak ajdodlarimiz hisoblanadi. O'shalarni demak, o'sha odamlarni ilk rivojlanish, o'sha evolyutsiya jarayonida demak shakllanish vaqt mobayniligi hisoblanadi, demak o'sha jarayon. Va albatta sekin-sekinlik bilan keyin mana ko'rib turganingizdek qadimgi dunyo tarixi boshlangan o'sha miloddan 1 million avvalgi 1 million-yilda. Demak, mana shu barchamizga ma'lumki sinantrop, pithekantrop, neandertal, kromanyon bir qator ibtidoiy odam toifalari shakllanib borgan. Ko'rib turganingizdek, hurmatli kuzatuvchilar, mana demak men bugungi video ma'lumot deyman, men video darsimni nihoyasiga yetkazdim. Bu juda ham qisqa vaqtli video bo'ldi. Kelasi video darsdagi video ma'lumotlargacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xayr.